TikTokka bolalar, zerikdi-ya, zerikib qoldinglarmi yo'qmi? To'g'risini aytinglar faqat. Lekin onaxon chaqirib zo'r qilding Sardor. Vashshi biznes respekt mana shunisi ko'rib maza qildim lekin. Nasib onaxonda aylantiryapman, aytyapman, hozir plajda, hozir yaxtada yurishibdi ular. Kecha yaxta olganman, videolarini qo'yganman. Ko'rdim. Ular yaxtada ikkita qavatli yaxta ichida yotoq, potoq hamma narsasi bor. Hamma sharoit, yeb ichish, ovqat, xullas mazzada, tushundingmi? Bo'ldi, dam olib aylanib ketishgan bo'ldi. Ertaga shu narsa holatda Shunday bechora onam ham ko'rsang, voy. aeroportda men gul ko'tarib ketyapsam, bu yiban dedim, yo bir qizni oldiga ketyapti dedim. Yo dedim, bir bola qiladi hozir bu dedim. Men multik oldik. Shunday ko'rdim. Onaxon chiqib kelyapti, billahi respekt, молодец. Zo'r. Endi Burj Xalifaga olib boraman, nasib bo'lsa, umraga olib boraman deyapman. Umraga yaqinda bu yerda Monisda 4 soat. Shu biletni odaken shu ro'za kirgan vaqtda obar kakraz. Yo'q, mashinada o'zida 4 soatda borasan. Mashinam bor-ku. 4 soatda borasan. Shippa obar aylansin, maza qilsin. Ertaga farzand bolalardan qaytadi shu narsalar. Shunday. Men ham ertaga bir borib bir iftorlik qilib berib kelay. Skadi ushlab, yo indamay qo'yaradi ko'tingni qisib. Biznes qilmasa bo'ldilik. O'zbekistonda video ham qo'yma, O'zbekistonga keldim ham nima, tushundingmi? Yo'q, men manlarda bir ikki kun manlarda ko'plar videolar olamandan keyin, storieslar olamandan keyin kelsam, yoqda qo'yib yuraveraman. Yoqda video olamandan, bu yoqqa kelgandan keyin qo'yaman. Planni qarasizki. Ay bile. Yoqda borib stories qilib qo'ysang, to'g'ri kelib chiqadi. Birdan tara. Bir unday bir izlashni bo'lsam, unday bir tanilib ketisham bir qiyin narsa onasizki. Juda. Bir sen nimani bir gapirolmaysan. Dubayga qachon kelmoqchisan? O'zbekistondan shaxsan uchaman. Biraman. Ha, O'zbekistondan yaqindaman-da. Zo'r bo'lar. Bu yoqda bilet qimmat, bu yoqda o'zimizda arzon ekan. Onasimiz nimaga bir yotoqxona, potoqxonasi bilan $1000 olsang bo'lar ekanda. Bu yerda picha. Qara, garang, sen bilan Rossiya fuqarosisan, tegin olmaysan O'zbekiston. Endi xuy o'zing. Tegin olmaydi. Qo'rqma, shunday boraver. Sen fuqaro Rossiya. Bitta narsasi bor, Iskandar Makedonskiyni O'zbekistonda birinchi bo'lib deport bo'lgan odam shu Iskandarda, Makedonskiy. Iskandar deb. Men ikkinchisi bo'lib qolmaydi deb qo'rqaman-da. Sizga aeroportdan kirgizmay qaytarib yuborsa, pizdes bu. Iskandarni bilan aeroportda o'zida deport bosib qaytarib yubordi. O'sha yerda aeroportdan qaytargan, Qashqadaryodan. Voy, Termizdan qaytargan uni. Qo'liga bitta katta qog'ozni bergan, hayda nahoy orqaga degan. U biyaga video oldik, O'zbekistonda nomer 1 birinchi deport bo'lgan o'sha Iskandar. Men ikkinchisi bo'lib qolmaydi deb qo'rqaman-da shunisi. Sen kut men ustimdan kulib, mendan keyingi oyda sen bilan oyanosi bo'lding. Yil kalendari. Yil kalendari. Hozir fevralda ustida pizza talashyapti. Jasmin bor bu yoqda. Lili Hurram bor, o'zimni o'ldiraman fevralda bermasanglar deb yuribdi. Keyin yana kim bor bunaga? Feruza Normatova uchovi talashyapti hozir. Ana shu Feruza Normatova o'zi kim do'stim? U aktrisaki, men millionda chiqib